$57 ming dollarga 3 xonali kvartiramiz sotuvga chiqadi. Bu mehmonxona qismimiz, ko'rishingiz mumkin. Hamma kerakli jihozlar bilan jihozlab qo'yilgan. Bu yerda esa o'zining kichkinagina balkoniga ham ega, bemalol chiqib atrofni tomosha qilish mumkin. Bu yerda katta televizorlar, uyimiz studiya variant bo'lganligi uchun oshxonasi mana shunday joylashtirilgan. Hamma kerakli jihozlari mavjud. Bu esa koridor qismimiz. Eshikdan kirishimiz bilan o'ng tarafda kattalar yotoqxonasi. Bu yer ham hamma kerakli jihozlar bilan jihozlab qo'yilgan. Bu yerda ham yana bitta balkon ham mavjud. Endi esa bolalar yotoqxonasiga o'tamiz. Bolalar yotoqxonasi ham ixchamgina, chiroyli, bitta bolaga mo'ljallab jihozlab qo'yilgan, shkaflar, hamma sharoitlari mavjud. Kvartiramiz hamma joyi issiq pol bilan ham jihozlab qo'yilgan. Bu yerda esa umumiy bo'lgan sanuzel, dushovoy kabina, kir mashinalar, hamma sharoitlari mavjud. Adresimiz Sagdianada, Med kolleji orqasida 7 qavatli binoning 7-qavatida joylashgan, mansarda emas. Umumiy maydoni 45 kvadrat metr, narxi $57 ming. Savdosi ham bor.